Assalomu alaykum qadrdonlar. To'liq jihozlangan quyon qafasimiz plastmas poddonli, keyin kanalizatsiyali. Bu kanalizatsiyali quyon qafasimiz qanaqa bo'ladi? Patnisida quruq najasi qoladi, quyuq najasi qoladi ya'ni. Suyuq najasini hammasi mana shu uklon bor. Oldi tomoni balandroq, orqa tomoni pastroq. Mana shu teshiklar orqali suyuq najasi mana bu latokka tushadi. Bu latokda sizlarga ahamiyat berilayotgan bo'lsa, bu tomoni balandroq, u tomoni pastroq. Suyuq najasi keladida, mana 304 nerjovikidan bir-biriga o'tib, mana bu bakka yig'iladi. Endi buni agar dam-badam to'kib turadigan bo'lsanglar, xudo xolisa hidi chiqmaydi. Avvallar qanaqa bo'lardi? Hamma suyuq quyuq najasini o'zi yo men plastmas poddondan o'tib patnisda qolardi yokida bo'lmasa taxtali qapas bo'ladigan bo'lsa apilka tashlab qo'yilardi. O'sha apilkaga singib, apilka o'ziga shimib olardi, lekin atrof muhitga shunaqangi udar hid beradi. Endi buni boqib ko'rganlar biladi, boqmaganlar hali tasavvur qila olmaydi qanchalik bunaqa yomon hid chiqishini. Chunki mana shu bedanada, quyonda ammiak shunaqangi ko'pki, odamni mazasini qochirib tashlaydi. Endi quyonlarni o'sha bedanalarni tasavvur qilavering, qanchalik anaqa qilib zarar yetkazishini ularga. Bu xudo xolisa umuman hid chiqarmaydi desak ham bo'ladi. Sababiki, hozir sizlarga tushuntirib beraman. Buni tegi mana plastmas poddonni tegi qalin setka. Juda ham qalin setka. Bu qalinligi 4 stenka. Endi avvallari mana hozir men bittasini qo'yib ko'rsataman. Avvallari mana shu plastmas poddon tagiga mana shunaqa ugolnik yasirdik. Ugolnigiga keyin setkalarimizni to'qib chiqardik. Nimaga biz endi bundan voz kechdik? Mana oxirgi zakazimizga ishlatmadik. Tayyor zagodobkamiz, lekin ishlatmadik. Hammasini setichniy qilib yubordik. Nimaga? Yaqinda kecha bitta klientimiz bilan gaplashib qolganimizda ularga ham qilib bergan edik, mana shu ugolniydan. Ular aytib qoldilarki, mana shu ugolniyni chetlariga hamma suyuq, quyuq najaslari qolib, endi qisman qolib, mana shu ham nim hid berib turibdi. Agar iloj bo'lsa, mana shuni chetlarini teshib, mana shu oralarini teshib, suyuq najaslar yig'ilmaydigan qilib tushib berasizmi? Mana tushirib yuboradigan qilib berasizmi deganlaridan keyin уже hayolimizga kelib qoldikki, уже bundan voz kechadigan davr kelib qolibdi. Yangi narsa o'ylab topishimiz kerak. Chunki hozir hamma uylarimiz dekorativniy bo'lib ketgan, zo'r yevro remontlar, sharoitlar juda ham chiroyli bo'lib ketgan. Endi faraz qiling, mana bu yerda quyon qafasi chiroylilarini qo'yib qo'ygansiz, yaxshi quyonlar qo'yib qo'ygansiz, lekin sasib yotibdi. Kelgan odamga ham, ko'rgan odamga ham menimcha noqulay bo'lsa kerak, xijolatli vaziyat bo'lib qoladi. O'shanaqa vaziyatlarni oldini olish maqsadida mana tegini juda ham qalin setkali qilib ishlab o'rganmiz. Bu juda qalin setka. Umuman tegida suyuq ham, quyuq ham najas qolmaydi. Mana bu teshiklar orqali primoy patnisga tushadi. Patnisdan quyug'ini olib quyug'ini tashaverasiz, suyug'ini o'zi avtomatik mana 3 ta latokdan bir mana turbalar 304 nerjavika turbalar orqali bir-biriga o'tib mana shu yo'nkisga to'kiladi, yo'nkisga yig'iladi. Yo'nkisni tozalab tursanglar, yo'nkisni bilasizlar, bu konteyner yo'nkis, ustida krishkasi bor. Mana shunga yig'ilganini shuni chekkaga ana yo kanalizatsiya yo chuqur ko'lab o'shanga to'kib turadigan bo'lsanglar, xudo xolisa sizlardan umuman hid chiqmaydi. Mana bunkerning karmushkalarimiz Navoda davlat ishida ishlaydigan bo'lsanglar, shu 2 kunda, 3 kunda bir qarab tursanglar ham bo'ladi. Qadrdonlar, bu 3 qavatli bo'lib, bularning narxi mana shu turishi 3 million so'm Toshkent viloyati, Toshkent shahariga dastavka tekin. Buni patnisi avvallari 70 santimetrga 1 metr yaxlit bo'lardi. Endi mijozlarimiz aksariyat yosh bolalar, ayollar, yosh ulug'larimizga xarid qilayotganligi uchun yoshlarni, ayollarni, yosh ulug'larni o'ylab ikkiga bo'lib qo'ydik.
Mana 50 santimetrga mana 70 santimetr. Ikkita patnis qo'yib qo'yganmiz. Bemalol homilador ayollar ham mana olib servis xizmat ko'rsatishsa bo'ladi. Bellariga yuklama tushmaydi. Avvallari mana katta patnis bo'lgani hisobiga ko'pchilik yosh bolalar ayniqsa qiynalardi, ustiga to'kilib ketardi yo boshqa bo'lardi. Mana shu ustiga to'kilib ketishiga ham qarshi mana qo'shimcha oyog'lar qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolisa qafaslarimiz juda ham ideal holatda. Dekor setkalar ishlatilgan. Setkalar, dekorativniy setkalar. Bemalol quyon sotuvchilar obzorlarni qilishsa ham bo'ladi. Sababi quyon qapasi o'zi ham sotilayotgan quyonga boshqacha ko'rk beradi. Qadrdonlar, bizda yangiliklar juda ham ko'p. Xudo xolisa, Alloh nasib qilsa, Italiya bedanalarini, tuxumlarini ham zakaz qilib qo'yganmiz. Ular keladi. Keyin quyon qapasimizni yangicha turlari bor. Keyin konverniy turi ham bor. Terminalniy turlarini ham xudo xolisa zakaz bor. Ularni yasab ko'rsatamiz. Mana qaranglar qimillashini. Yuk kuch sarflash shart emasda hozirgi narsalarga, hozirgi yoshlarga maza bo'lib qoldi. Umuman qiynalishmaydi. Yashab berishsa bo'ldi deydi-ya, qiziqishimiz. Xuddi shunaqa. Xullas, qadrdonlar, bizni kuzatib turinglar. Xudo xolisa yangiliklar sizlar bilan bo'lishib boramiz. Assalom.